Balu, lululu. Assalomu hurmatli podpishchiklar va hurmatli heyterlar. Bugun birinchi marta onam bilan sizlar bilan birga Sharofatxonni balularini, qasr-qusur balularini degustation time qilamiz. Ketdi. Hop, onamni bugun chaqirganim sababi onam baliq bo'yicha professor. Salom qizimni podpishchiklari va hurmatli heyterlar. Hurmatli heyterlar. Hop, onam baliq bo'yicha va profi asli Yangi yo'l, Bomi, Chinoz va Yalloq hamma yon baliqlarni tatib ko'rgan. O'shaning uchun onam bilan bugun birga Sharofatxonni baliqlarini degustation qilamiz. Sharofatxon meni TikTokdan kuzatar keldilar, kech qurun yozib qoldilar. Sizni podpishchisiman, dedilar-da, keyin podpishchisiman deganlarda faxrlanib ketdim-da, keyin bitta kirib podpishchilarni soniga ko'rib, ularning videolarini ko'rib, aslida bo'lsa men ular fanatlarligini tushundim, chunki ularning videolari ko'p meni reklamda chiqardi. Ko'rib rosa havasim kelardi. To'g'risini aytsam, hozir shunaqa ishtahalarim ochilib ketyapti, gapirmasdan faqat mana shu balonni yegim kelyapti. Rahmat Sharofatxon, kattakon sizga bugun mana shu imkoniyatni bizga berganingizga. Keyin degustation qilamiz. Ona bir boshlaychi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu qasr-qusur baliqlar. Buni eshitishim bo'yicha, videolarda ko'rishim bo'yicha kallalari bilan birga ham yevorishar ekan uni. Wow, qani Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu kallasidan boshlagim keldi. Qanaqa ekan? Вообще. Это же песня, да? Wow. Real, men hech qachon baliq kallasini yeb ko'rmagan, bugun birinchi marta yeb ko'rishim. Voy. Mana bu haqiqiy asmur bo'ldi-da. Karsillashini qara. Baraka topsin. Bu gap yo'q. Turgan bitkilarning qoni foyda. Qoni omega. Yani baluda qanaqa vitamin bo'lardi, anu? Eng zo'r vitamin bo'ladi baluda. Voy. Нереально вкусно. Wow. So'kiga botiring-da. So'ki ham vashi tema ekan. Ishoninglar, onamlarni anchadan bir men bilan videoga chiqishlariga ko'ndira olmasdim. Lekin balu bilan lekin mayli sen bilan qilaman dedilar degustation. Sharofatxon gap bo'lishi mumkin emas. Даже